Siz dunyo kinosini butunlay o'zgartirib yuborgan, hatto Gollivudni ham lol qoldirgan asarni bilasizmi? Ko'pchilik buni shunchaki zerikarli klassika deb o'ylaydi. Lekin bugun men sizga ushbu film ortidagi dahshatli va qiziqarli haqiqatlarni ochib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Lev Tolstoyning Urush va tinchlik asarini ekranlashtirish oson bo'lmagan. 1960-yillarda suratga olingan ushbu film o'z davrining eng qimmat va eng ulug'vor loyihasiga aylandi. Minglab askarlar, haqiqiy saroylar va misli ko'rilmagan dekoratsiyalar. Bularning barchasi kompyuter grafikasiz jonli yaratilgan. Nega aynan kitob Lev Tolstoyning Urush va tinchlik asarini qo'lingizga olganingizda shunchaki qog'ozlarni varaqlamaysiz? Siz haqiqiy erkak kishining xarakteri, hayot qiyinchiliklarida qanday toblanishini his qilasiz. Undagi qat'iyatni, oila va vatan oldidagi muqaddas mas'uliyatni ko'rasiz. Kitob insonni yuzaki fikrlashdan qutqarib, uning qalbiga ichki bir ulug'vorlik, donolik va aslzodalik baxsh etadi. Qahramonlar bilan birga yashab, ruhan ulg'ayasiz. Tasavvur qiling, bugun kechqurun telefoningizni bir chetga surib, xonangizda sokinlik o'rnatasiz. Qo'lingizga mana shu kitobni olasiz va mutlaqo boshqa go'zal, teran va ma'noli dunyoga sayohat qilasiz. O'zingizga mana shu ajoyib sovg'ani bering. Har bir sahifa sizni ruhan kuchliroq insonga aylantiradi. Keling, bugun hayotimizda yangi va chiroyli bir sahifa ochamiz. Izohlarda sizni eng ko'p hayratlantiradigan yoki hoziroq o'qishni niyat qilgan kitobingizni yozib qoldiring. Birgalikda kitobxonlar safini kengaytiramiz. Agar ushbu video qalbingizga yetib borgan bo'lsa, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Kitoblar dunyosiga siz bilan sayohat qilgunimizcha salomat bo'ling.